siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Bugün yeni bir programma işleyli dedik arkadaşlar. Hazır şu toplarımızda hali uzak oldu. Şu mahalle kuruş, Şarkı Türkistan mahallesi kuruş, bunu hükümetten talep kılış, hükümetin yere iliş, yakımız üzümüz yer tepip şu yege neçmen muayene ilep şu yege necibilik binalarını berpa kısak. Manda kısak, anda kısak, uyada mahallemiz olsa, mektebimiz olsa, meçhitimiz olsa, o olsa, bu olsa dediğin ayetin yaxşı arzulu armalarımız var. Bu yaxşı bir arzu istek. Ama bularını berpa kılıştın burun. Biz bunundan burun kıp bakama bu işine. Bunundan burun kıp nerede artışlığımız oldu, nerede kemçilik oldu ya. Nerede fıtır ettik, nerede kanlaştıranmadık. Bu mealini berpa kılışının asası neymiken. Diyen noktalarda yaxşı bir oylasak nayet yaxşı oldu qarayma. Qarindaşlar, şu 60 neçinci yılları Türkiye'ye, Afganistan'dan keyinki ahırkı seferdeki qarindaşlarımızın Türkiye'ye uğurlaştırışı bilen Kayseri'de bir Uygurlar mahallesi berpa oldu. U yerda hazırgıça aynen nurgun qarindaşlarımız yaşawatydy. Neçe avlat şu yerda çoğun bulawatydy. U yerda üzgüçlük Kayseri'de bir halkımızga paylık bir işlarni, vatanimizga paylık bir işlarni qo'ldan kelishi qilyapti. Anandan keyin 2015-2016'dan keyin u yerda bir mahalle berpa bo'ldi. Yani hükümet tarafından 10 bina berilgan Locaman degan bir ismdeki bir mahalle berdi. U yerda 10 binada bizning 2000'ga yaqin qarindoshimiz shu yerda yashadı. Mening bilishimcha 3 yildek yashadı aşağıda. U yerdagi mahallada biz qanchalik foydalandik, qanchalik biz bir vatanimiz uchun bir xizmat qila oldik, aşağıda bir o'zimizning mavjudligini saqlay oldik degan nuqtada izlanib baqsak qarindoshlar, bizda u yerda masjidimiz bo'ldi, ona til maktabimiz bo'ldi, ashunda bolalarimizni o'zimizning tarbiyalaydigan Qur'on sinflarimiz bo'ldi. Hattoki davlatning maktabiga berdik, hattoki ba'zi bir şirket zavodlarda ishlash imkoniyatimiz bo'ldi. Ama biz nima uchun shu yerdagi narsani tutib turolmadik? Bizda nima kam bo'ldi shu yerda? Biz yerda bizni u yerda hatto ishchilarimizni boqadigan hukumatning xodimlaridan tortib batdi. Bexatarligimiz kapolatga yetdi. Biz nimani o'tirib qo'ydik shu yerda? Deganda bizning hamma yerimiz kelgan bilan yerimiz kelmaylik shu qarindoshlar. Bu yerdagi ideologiyada bizda birlik yo'q, birda tushuncha yo'q. Biz hazır dünyanın her qaysi yerlərdə asaslı 18 dövlətdə cemaat şəkildə oturaqlaşırdıq. Dövlətin sani 18. Mənim bilişimcə, mənim statistikamda. Onda olğandı ki biz 18 dövlətdə tarılıb yaşayatımız. Həmmə yerdə özümüzün bir təşkilatı var. Bəlkə bir 2-dən, 3-dən, 4-dən təşkilatlarımız var. Aşağıda özgə layiq cemaatə öz şəkildə meyli dini cəhətdə olsun, meyli ana til cəhətdə olsun, meyli Xitay'a qarşı bəzi bir fəaliyyətdən uğraşdırış cəhətdə olsun, hərəkət qılıb kelyapti. Əmdə onundan başqa İstanbulda, yəni bizning Selim Paşa degan rayonda aşağıda qarindoshlarımızın naitdi izlenishi bilan nurg'un şəkildə bir binalarımız silindi 2016-yılı deyman. Bina silindi. Mening bilishimcha hozir 40 ailelik bina silingan bina var. Aşağıda o'tiraqlashgan odamlar var. Anandan keyin 150 aile badi o'tiraqlashda ijarali shaklda bo'lsin, yoki setilish, yakki shaklda setilish bo'lsin. O'zimizning maktab va hattoki davlatning boshlang'ich maktabi, to'liq maktablari yaqin aralıqda joylashdi. U yerda nima o'tiraqlashanmidi? U yerda nima ko'lamlashanmidi? U yerda nima kengayyanmidi? degan savol paydo bo'ldi qardoshlar. Bulardaki tecrübe savaklarını, bu yerde görülgen meselelerini biz özümüz hazır bir bunu hal qilmay turib, yoki bunun için izlenmay turib, yani nima ish qilib ma'lum qo'rimiz deb birsimiz chiqadiganmiz hayajon bilan, voy ma'limiz bo'lmaydi, voy palonchilik bilet asli qilamiz, voy tugancha odamni chaqalaymiz.
Yığsaq aşağı nimi yığanmıdıq, Qayseri'ni nimi yığanmıdıq, hazır Selim Paşa'da yığanmıdıq. Nimi yığanmıdıq? Səbəbini aniqlab tekşürüp baqalla bağma. Nima üçün izlənmədinlar? Mən hər şəkilli yerə bardım. Qayseri'yə berib 3 gün aşağıda turib ziyorat qilib, aşağıda qarindoshlarımizla uchrashib keldim. Bir ma'lning bir nesning aşağıda mavjud bo'lishini, hech bo'lmaganda bir kichik tipdagi bir o'zimizning madaniyat, o'zimizning kichikilgan bir vatanning shu yerda bir hosil bo'lishini arzu qildik. Ammo buning asli tubki narsa nima ekan? Bu mahalla bo'lishimizning yoki bo'lmasa bir yerga yig'ilishimizning bir yerda o'tirishimizning asosli tubki yig'inimiz shu mahallaga bo'lgan tunish miyat aniq bo'lishi kerak. Hozir biz Safakoyda 10 mingdan oshadigan Uyg'urlar yashaydi hozir o'tirishida. 10 mingdan ortiq Uyg'urning soni bor statistikimizda. Zaytunburunda 4-5 ming Uyg'ur yashaydi. Azgın ekan. Taxminan statistika qarindoshlar. Mushunchalik shaklda yashayotgan rayonda bizning maktabimiz bor, dernigimiz bor, kitobxonlarimiz bor, oshxonamiz bor. Mush rayonlarda nima uchun nima ish qila oladimiz? Balalarimizni beradigan maktabga Tanuru degan maktabninki nimasini uqaman. 60 dan ortiq bola bor. Aran 60 dan necha ming odam yashaydigan yerda aran 60 dan ortiq bola o'zining ona til maktabida o'qiydi. Ana til maktabmi ashi nimaga taqashmaydi. O'zining normal boradigan maktabga taqashmaydi. Taqashtirmagan shaklda ana til kurslarimiz bor. Ana til maktablarimiz var. Yerda Hira degan Safakoyda Hira degan bir maktabimiz bor. Mishada o'qiyotgan bolaning soni qanchalik? Menimcha 200 ga bordi, bormaydi. Demak, mushunda ahvol ostida biz bor imkoniyatimizdan foydalanmay turib, yana nima ish qilamiz? Bir muncha mablag'ni silib, mablag'ni avutib yoki bo'lmasa mablag'ni burab, kallamizni va zehnimizni buning nima uchun nima qilamiz? Chunki bizda hal bo'lmayotgan bir narsa miyatga tunish. Sen ailede balağını Uygur tilde terbiyeldin mi? Uygurca muhit yaratıp berildin mi? Uygurca bir vatan duygusu yaratıp berildin mi? Sen bunu evvel nima qilishimiz kerak-da. Biz ma'lum bo'lsa hamma nima bo'ladi degan mandaq xato tushunchadan bo'lsak, Qayseri'ni misol qilib berdim. Ma'lum bo'lsa hamma nima bo'ladi, bo'lmadi aynan. Necha bir ideologiya bilan, necha bir shaklda krizislar paydo bo'lib, aşağıda ekib bergan naslni taqatgan naslni hatto istamoq ekib setib qilgandek ish oldi-ku. Açlıqның to'llig'idan taqib berib, mehribonlik bilan yetkazgan narsani biz ortiq elib bilib, yeb bo'lolmay, uni setishga majbur bo'ldik-ku. Ahvolimiz bu. Anan deganda Selim Paşa'da nima uchun avomidlik, nima uchun kengayamidlik deganda bizda oila bo'ldi, uy bo'ldi, ammo bizda biz oilaning kirasi bilan, uyning udliq turmushi bilan emas. Bizde bir hayat lazım. Biz bir işlişimiz gerek. Biz bir kıymet yaratışımız gerek. Biz bir kim yüzümüzden arzusu oldu. Şuna mı ya? Bir sayılı hayat kılış için pul gidiyordu. Vatan yerden kılış pul gidiyordu. Hemmimiz yüzümüzden avalı bilen şu belgen bir yerden nereden gurş tahtaki, nereden may tahtaki, nereden bizim tahtaki diyen hayat kıyıp kalsak vakti man millet tüydü diyen. Bir milletten maneviyeti ölgen millet ne? O millet mümkün emez. Maneviyeti ölgen millet diqqat ketib turolmaydi, davlat mi quramaydi undan millet. Shuning uchun Xitoy tajovuzlari bizning ma'naviyatni qurtishimiz, bizni shu iqtisodiyatdan, vatan bilan bo'lgan aloqamizni, vatandikilni qamab turib qilish, vatandikilni iqtisodiyatdan, bugungi butunlay shu bizning iqtisodiyatdan boylarimizni olib tashlab o'tishi, yer mulkimizni ilishi, hammamizni tortilishi bizni hammadan mahrum qo'yish. Hammadan kuchsiz qo'yish, hammadan ojiz, faqat jinimiz bilan qiladigan, janish beqishni, hayotimizni saqlab qolish uchun halakchilikni uyutadigan inson qilib qo'yish. Hayotimiz az qolganini. Qolganini cho deganda, ashtaq shaklda bir inson, undaq bir mashinadan qilib tarbiyalab chiqish. O'ziga bo'ysundigan, o'ziga qaraydigan, o'zigadan madad kutadigan bir inson qilib qo'yish. Anandan keyin cho deganda o'ziga maqsad yetish. Şu insanı qul qilish, mengu qul qilish yoki yo'qotish, zaminni mengu ilib bilish. Xitoyning maqsadi bu. Buning uchun bizga o'xshash ayadagi zaminning egillarini yo'q qilish kerak. Zaminning yer xiti bizning qo'limizda. Bizni yo'q qilib etsa, yer xitimi yo'qaydi. Inson guvohchiligi yo'qaydi. Chunki yangi 30-40 yildan keyin kelgan yo'llar mushtaqatdiq bizning izimizni topolmaydi. Xitoy mush maqsadga yetish uchun shuna qilyapti. Shuning uchun qarindoshlar, demak gapning yig'indisi
Biz Meyli Selim Paşa'da biz bir işlem çıkarış o'rnimiz bo'lishi kerak ekan. İşlem çıkarış o'rnimiz bo'lgan vaqtda biz ishlab pul topa olamiz, uyimizning ijarasini topa olamiz. Ham cho deganda azroq bir keynimizni tashlay olamiz. Meyli vatanimiz uchun bo'lsin, meyli o'zimiz uchun bo'lsin, meyli keyingi ishlarimiz uchun-chu iqtisod bizni turtkilik, haydakchilik rolini o'ynaydi. Buning uchun bir iqtisodiy manba bo'lgan korxona bo'lishi kerak ekan. Ishlab chiqarish o'rni bo'lishi kerak ekan. Biz ishlaydigan, kuchimizni qila oladigan bir yer bo'lishi kerak ekan. Bu bo'lmay turib, mahalla, ondan keyin boshqa narsalar. U yerda hammamizning ishlab chiqarish o'rni yo'qlab, bisimiz qassob, bisimiz navoiy, bisimiz dukkan cho'lib olgan bilan, ashada shu haq boshqa yerdan ishlab chiqarib kelgan pullarni anandan keyin bizdan iste'mol qiladi. Bizdan go'sht oladi, bizdan ko'ktat oladi, bizdan turmush lozimliklarni oladi, bizdan non oladi, bizdan o'ymay guruch oladi. Agar uni mablag' bo'lmasa-chu, qachon taqi deb dukkan qarab qolgan. Shuning uchun bu yerga narsa sanoat bazasi qurmay turib, ma'li bo'lmaydi qarindoshlar. Gapimning yig'indisi sanoat baza qurishning eng tubki yig'indisi nima deganda bizning maktab bitirgan 2500 o'quvchimiz bor. Maktab bitirish oldida 3 yil qolmay maktab bitirib bo'ldi. 2500 İstanbulda o'qiyotgan o'quvchilar bor. Mush o'quvchilarimizga mablag' solaylik. Bularni yaxshi shaklda o'qitib maktab bitirgandan keyin bularga ish tayyor qilib turaylik. Bular müşakil işlisin, bizning ochgan korxonalarimiz, zavodlarimizda, sanoat rayonlarida işlisin. Andan keyin shu nima bilan mahalli barpo qilg'ili bo'ladi, ajbalani uy uchoqlik qilg'ili bo'ladi, ajbalaning keyingi vatanga sog'lom shaklda ega bo'la oladigan inson qilib tarbiyalab chiqib bo'ladi. Agar unda bo'lmay turib, siz bu yoshlarni tarbiyalab, keyingi avlodni tarbiyalamay turib, siz hozir mahalli qurib olsangiz, ayni Qaysariya, ayni Selim Pasha turibdi. Bunun da örnek elib turib, onu kendi mahalli quring. Yoki bo'lmasa buningdagi ko'rilgan masalalarni sizlar toza yaxshi tahlil qilib bulab, anandan keyin mahalli quring. Mahalli qurgan vaqtingizda anandan keyin qurishdan burun mablag'lar emas, keyingi 10 yil, 50 yil, 100 yilni planlab turib qilgan vaqtida anandan keyin buningda maqsadga yetkaziladi. Bo'lmasa hayajon bilan u yerdan bu yerdan yig'ish qilib, kechki bayilni seg'iyverganimiz bilan vaqtida bayıldığımız çıkmaydan bulab qoladi. Shuning uchun hammamiz qalayimqan seg'iyvermayli. Seg'ishga tegishli kelsa sag'ayli, sag'mayli qarindoshlar. Shuning uchun hammamiz o'zimiz bir proyekt ko'tarib chiqib qilmay, u proyektimizning xalqimizga, hozirgi realligimizga mos kelamdi kelmamdi. Bu kes qanday bo'ldi, kimimiz qanday bo'ldi? Bu taraflarni yaxshi o'ylashib turib qilsak, nayt yaxshi bo'ldi deb qarayman. Qolgan javobni, qolgan mulohaza o'zingizlar qilib olsizlar, vaqt munosabat bilan o'sha yerga qilma. Hamma Janob Alloh topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.